Mana buni somsa desa bo'ladi. Buni bir marta yeb ko'rganlar dod devorishligisi aniq. Oson usulda shunaqa qavat-qavat bo'lib chiqadigan mazali somsa. Xamir uchun idishga 250 ml suv, 1 osh qoshiq o'simlik yog'i, 1 dona tuxum va 1 choy qoshiq tuz solib aralashtiramiz. So'ng bunga oliy navli turon unlarini elakdan o'tkazib, o'rtacha qattiqlikdagi elastik xamir qorib olamiz. Tayyor xamirni teng 2 ga bo'lib 15 daqiqa tindirishimiz kerak. Tingan xamirlarni bittadan xuddi chuchvaraga yoyilgan qalinlikda iloji boricha to'rtburchakroq forma berib yoyib olishimiz kerak bo'ladi. Yoyilgan xamirga xona haroratidagi yumshoq sariyog'i yarmini surib, ustidan birinchi yoygan xamirni yopamiz. Buni ustiga ham sariyog' surib chiqiladi. Endi xamirni o'rtasida 20 sm joy qoldirib, xuddi ko'rsatganimdek ikki tomonidan kesib chiqamiz. So'ng bu chetlaridagi xamirni o'rtaga buklab, ustma-ust taxlab olishimiz kerak. Mana shunaqa qavat-qavat xamir hosil bo'ladi. Buni selofan paketga o'rab, muzxonaga 30-40 daqiqaga ozgina qotib olish uchun yuboramiz. Bu orada somsa uchun nachinka tayyorlab tursak bo'ladi. Men go'shtli nachinka tayyorlayman. Sizlar o'zingizlar xohlagan boshqa nachinka tayyorlashingiz ham mumkin. Xamir bilan ishlash oson bo'lishi uchun xamirimiz shunaqa muzdek qattiqqina bo'lishi kerak. Xamirni 50 ga 40 sm kattalikda bir xil qalinlikda yoyib olamiz. Endi bundan 10 ga 10 sm to'rtburchaklarni kesib chiqamiz. Kesilgan xamirlarni bir chetiga 1 osh qoshiq nachinka solib, uchburchak ko'rinishda mana shunaqa osongina tugib olamiz. Somsalar chiroyli qizarib pishishi uchun ustiga tuxum sarig'ini surib, xohishga ko'ra kunjut va sedana sepamiz. Ushbu somsalar oldindan 200 darajada qizib turgan duxovkada 30-35 daqiqa pishiriladi. Mana somsalarimiz ishib, chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Qavatlari ham shundoq ko'rinib turibdi. Kumur-kumurligi, mazasi vobshe zo'r. Dasturxonga tortishingiz bilan bir zumda tugab qolishi aniq. Mazali ovqat yeyish yaxshi-yu, lekin undan keyin oshqozonga botib, jig'ildon qaynashi odamning kayfiyatini tushiradi. Shunaqa holatlarda tabiiy ob-hayot suvlaridan ichib yuborsangiz, o'zingizni yengil his qilasiz.